Assalomu alaykum hammaga. Bugun baggilarni obzorini qilib beramiz sizlarga. 1200 modelimiz. Buni 12 voltligi ham bor, 24 voltligi ham bor. Ikkalovini ham ikki xil rangi bo'ladi, qizil qora ranglari bor. Oqlari ham bor, oqni zakazga qilib beramiz. Kerak bo'lsa. Narxini tegi opsiyoniga yozib qo'yamiz. 906 modelimiz bor. 906 ni ham 2-3 xili bo'ladi. Bu eng fulli bo'ladi. Rullar gidravlika, temir polni temirdan bo'ladi tegi. Amortizatorlari ham temirdan. Rullari ham gidravlika bo'ladi. Qotib turganda ham, uch mashina uchib turganda ham yumshoq mana. Yoqqanimizda ham yumshoq. Gidravlika rul bo'ladi. Tepasiga bola o'tirib olsa ham bo'ladi. Buni ham narxini opsiyoniga yozib qo'yamiz. Narxi o'zgarib turadi har oy. 906 ni oddiysi ham bor, hamda krashinisi bor. Bu oddiysi bo'ladi. Bundan ham oddiysi bor, kichkinasi bo'ladi mana bunaqa. 913 baggilarimiz bor. Bular 24, 12 voltliklari bor. Ikki xil rangda bo'ladi, qora, qizil. Ikkalovini ham ikki xil rangi bor, 24 lik, 12 lik ham. 5088 modelimiz bor. Buni ham 12 voltlik, 24 voltligi bor. Motorlar katta bo'ladi. Yurish tezligi 10 tezlikgacha yuradi. Hammasi avtokraska bo'ladi bizda. Eng full. Dastavkamiz butun O'zbekiston bo'yicha tekin. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Borgandan keyin to'lovini qilasizlar, ishonchli bo'lish uchun. Garantiyasini ham beramiz akkumulyator blok pitanalariga 1 oy. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Bular hammasi 2 kishilik bo'ladi, oskordskiy mashinalarimiz 60 kilogacha ko'taradi. Bular 3 kishilik. Ikkita bo'tga, tepasiga yana bitta bola chiqib olsa bo'ladi. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Dastavkamiz O'zbekiston bo'yicha tekin. Borgandan keyin pul to'lanadi.